Mansur Usmonovning matematika kitoblari. Birinchisi. Matematikadan misollamalar to'plami bu matematikadan eng mashhur to'plam bo'lib, 2010-2025 yil oralig'ida undan 1 milliondan ko'p abituriyentlar foydalangan va a'lo darajadagi natijalarga erishgan. Ikkinchisi. Geometriyadan masalalar va matematikadan variantlar to'plami bu to'plamning variantlar bo'limidagi 111 ta variant aynan milliy sertifikatga tayyorgarlik ko'ruvchi o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Uchinchisi. Matematikadan misollamalar to'plami professional birinchi va ikkinchi qismlar. Bu to'plam matematikani noldan boshlab professional darajada o'rganuvchi o'quvchilar va abituriyentlar uchun mo'ljallangan. Professionalning rus tilidagi versiyasi ham mavjud. To'rtinchisi. OTMga tayyorgarlik ko'rishga 1 yildan kam vaqt qolgan abituriyentlar hamda OTMlarga kirish imtihonlarida matematika fani majburiy bo'lgan yo'nalishlarga tayyorlanuvchi abituriyentlar uchun mo'ljallangan maxsus to'plam. Beshinchisi. Matematikadan ma'lumotnoma birinchi va ikkinchi qismlar. Bu ma'lumotnomalar yuqoridagi to'plamlarga moslab yozilgan bo'lib, elementar matematikaning barcha mavzulari bo'yicha formulalar va nazariy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Va oltinchisi. Muallifning 2-chi, 3-chi, 4-chi sinflar uchun mo'ljallangan to'plami matematika 2-4 sinf baza. Bulardan tashqari muallifning Matematika Usmonov nomli mobil ilovasi ham mavjud bo'lib, unga 2-sinfdan 11-sinfgacha barcha mavzulari video darslar bilan yuklab borilmoqda.